Mutolaa zavqi. Adabiyot sirli olam. Uning mo'jizasi insonni ezgu ishlarga, buyuk maqsadlarga yetaklaydi. Undagi obrazlar, voqealar, kishilar hayoti, qismati kitobxonni hushyorlikka chorlaydi. Badiiy adabiyot dunyoning turfa xil odamlari, voqealari haqida bayon etadi. Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Eshittirish taqdimoti bilan studiyada Zulfizar Karimova sizlarni yana bir asar mutolaasiga chorlaymiz. Bugun tilga olmoqchi bo'lgan asarimiz 12 yashar Turg'un ismli bola tilidan yozilgan. Bu yoshda bolalar dunyoni o'zgacha ko'z bilan ko'rishadi. Bolalik bilan xayrlashib, tezroq kattalar safida bo'lishni istashadi. Orzular, havasmandlik ularga har dam oshnodir. Biroq bu yoshda bolalik ularni tark etmagan bo'ladi. Sodda va jo'n orzular bilan shu qadar samimiyki, mana shu beg'uborlik hech qachon ularni tark etishni istamaysiz. Hikoya ham aynan shunday, sodda va tabiiy yozilgan. Va muallif ham mazkur asarni yoshlikda yozgani bois tahrirsiz qoldirganini ma'lum qilgan. Shu jihati bilan ham hikoya boshqalaridan ajralib turadi. Unda sun'iy manzaralar ko'rmaysiz. Dialoglarda ham ortiqcha bo'yoqdorlik sezilmaydi. Bu asarning nomi Uloqda. Muallifi esa o'zbek adabiyotida noyob, durdona qalb egasi deya e'tirof etilgan, o'ziga xos nasr qasrini yaratgan, atoqli so'z san'atkori, o'zbek romanchiligining buyuk asoschisi Abdulla Qodiriy. Ayni o'rinda yozuvchi haqida qisqa ma'lumot berib, so'ng hikoyaga qaytamiz. Abdulla Qodiriy 1894-yili 10-aprelda Toshkent shahrining Eshonguzar mahallasi Bog'bon oilasida tug'ilgan. Bu yil adibimizning tavalludiga 130 yil to'ldi. Yozuvchi arab, fors, rus tillarini yaxshi o'rgangan. Uning ilk ijodi 1913-14-yillarda boshlangan. U bir qator hikoyalar, qissa va maqolalari bilan davrning ijtimoiy madaniy hayotini aks ettirib bordi. Ulug' adib o'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kabi yirik romanlar bitib, davrning ijtimoiy siyosiy jarayonini qalamga oldi. Uning har bir asari keng jamoatchilikda muhokamalarga, munozaralarga sabab bo'lgan. Bugun mutolaa qilayotganimiz Uloqda hikoyasi ham hajman kichik bo'lsa-da, mohiyatan ulkan yuki bor. Endi esa hikoyaga qaytamiz. Hikoya nomidan ham ma'lumki, milliy urf-odatlarimizga aylangan uloq ko'pkari voqealar haqida bayon qilingan. Unda chavandozlarga havasmand bo'lgan Turg'un ismli bola o'zi tushunib-tushunmay voqealarni hikoya qiladi. Hikoya shunday boshlangan. Kecha dadamdan so'rab qo'yganim uchun bugun akam ham kerak emas borma degan jerkishini qilmadi. Choyni naridan beri ichib otxonaga yugurdim. Dadam bilan oyim oyog'ing 6, qo'ling 7 bo'lib qoldi-yu deb kulishib qoldilar. Qashlog'ichni oldimda qora qashqamni uyoq-buyog'ini qashlab chiqdim. Jonivor tipir-tipir qiladi, bosh chayqaydi, yer tepinadi, dum silkitadi. Shuning bilan mening ko'nglimga Xudo xohlasa kelasi yilga bir uloqlar chopayki, hamma meni Turg'un chavandoz deb atasin degan orzular tushadi. Ulug' hayitdagi hayitlikka oldirgan mo'g'ul egarchi bilan g'alaticha qilib toychamni egarladim. Tog'amga yalinib, yalpoqlanib oldirgan o'ris yuganni artib-surtib soldim-da, o'zim chetroqdan turib kam ko'stini kuzatdim. Quyushqoni ham o'rnida, egar ham yaxshi qo'ngan, qorin bog'i ham jips, yugan ham to'ralarnikidek. Lekin umuldirig'ining yo'qligi biroz ko'nglimni g'ash qildi. Anchagina o'ylab turganimdan keyin akamning yugan uchun asrab qo'ygan qayishi esimga tushib, sekingina yerto'ladan haligi qayishni olib chiqib umuldiriq yasadim.
Endi toycham juda ham gijinglab, xuddi to'ralarnikidek bo'lib ketdi. U yoq bu yog'ini supurgandan keyin ustunga qantarib qo'ydim. Endi qoldi oq jujuncha kamzulimni, o'rischa shimni, amirkon etikni, baxmal to'pini kiyish. Ana shundan keyin chin to'racha bo'lamiz-da. Oyimning bir qiziq odati bor. Har qachon yangiroq kiyim kiymoqchi bo'lsam, ko'zini ola-kula qilib, qaqshag'ir, kirqilasan, to'y-po'yga borganda kiyarsan deb qarg'ay boshlaydi. Ozgina shayton yig'iz qilmaguningcha ish o'nglanmaydi. Bu gal ham o'shandoq yig'idan qilib olganimdan keyin kiyimlarimni kiyib, shohi qiyiqchamni belimga bog'lab oldim. Oyimga bildirmasdan sekingina uyga kirib, dadamning kumush chopqon qamchisini ichimga tiqib, tashqariga chiqdim. Xizmatchi go'sht keltirib turgan ekan. Otxonadagi qora qashqani ko'chaga chiqarib turishga buyurib, go'shtni oyimga kirgizib berdim-da, tashqariga qarab chopdim. Oyim orqamdan: "Kiyimlaringni kir qilma, toyingni qattiq choptirma. Uloqchilar orasiga kirib biror hodisaga yo'liqma. O'rtoqlaring bilan bir chetda turib tomosha qil" deb javrab qoldi. Xizmatchidan otni olib mindim. To'nimning etaklarini yig'ishtirib, qashqachamning choviga 1-2 qamchi bergan edim, jonivor otib chiqib ketdi. Xizmatchining "Ha, barakalla chavandoz" degan tovushni eshitib, qattiqroq qamchilab edim. Jonivor qashqacham ko'tarib ketayozdi. Chuqur ariqdan toyimni sug'orib chiqayotganimda bir to'da uloqchi chavandozlar uchrab qoldilar. Ularning ba'zilari akamning o'rtoqlari edilar. Men bilan so'rashdilar. Ulardan biri akamning qayerdaligini so'ragan edi. Men ertalab uloqqa ketganligini aytdim. "Bizning Mahkamboy uloqqa juda ham ishqiboz-da", dedi haligi yigit. "Yo'l bo'lsin, boyvachcha", deb so'radi mendan yana biri. Men uyalinqiradim. "Uloqqa", dedim. "Barakalla chavandoz, barakalla, turg'un chavandoz", deyishdi ular. Ayniqsa meni chavandoz deb atashlari juda ham kayfimni keltirib, ichimdan "Otangga rahmat" deb qo'ydim. Biz bir durkumotliq boramiz. Jonivor toycham boshqa otlardan qolishmaydi va goho ularning otlaridan o'tib ham ketadi. Toycham o'ta qolsa, "Otingiz juda ham yo'rg'a ekan-da, boyvachcha", deb menga piching otishadilar. Ha, kim har narsadan bahs qiladi. Orada menga ham so'z qotib qo'yadilar. Men uyalaman. So'z urinib yana Mahkam akam ustida to'xtaldi. "Shu choqqacha ko'p uloqchi ko'rdim, lekin Mahkamdek uloqqa serzavqini ko'rmadim", dedi bittasi. "Mahkamboyvachchaning ota bobosi uloqchi bo'lib kelganda", dedi Sobir tegirmonchining o'g'li. "Axir 12 yashar ukasini ko'rmaysizmi? Shu yoshidan uloq chopmoqchi." Bu so'zdan mening a'zoyi badanim jimirlashib ketdi va oz qoldiki kulib yuborsam. "Dadam Mahkamning bobosining uloq chopishini gapiraversa kishi hayron qoladi", dedi yana bir mo'ylovi shopdek yigit. 100-200 chavandoz ichidan yoppa yolg'iz uloqni ajratib chiqar ekan-da. "U vaqtning odamini uloqning piri desang-chi", dedi Sobir tegirmonchining o'g'li. "Oting yaxshi va bilagingda kuch serob bo'lsa, sen ham uloqning piri bo'lasan", dedi yana biri. Men bobomning maqtovini eshitib, kekkayib bormoqdaman. Shu paytda orqamizdan ot duburi eshitilib, qayrilib qaragan edik. Oldiga bir ola echkini o'ngargan, yaktakchan, saman otliq bir yigitni ko'rdik. U bizga yetib to'xtadi va hamma bilan ot ustida turib so'rashdi. "Bu hafta yordamlashasiz-da, karvon", dedi kulimsirab To'g'on aka. "Ha, bo'lmasam-chi, sizdek og'aynilarga ko'maklashmasam bo'ladimi?" dedi haligi yigit va to'zomsizlandi. "Qani, ildamroq yuringlar." Yigit bilan birgalashib ketdik. Biroz borgach, bizning otamizning oyog'i bilan chavandoz yigitning sabri tugadi shekilli. Otiga birdan qamchi berdi va qushdek uchib ketdi. Biz faqat uning "Men tezroq boraylik" degan so'zini eshitib qoldik. Endi so'z haligi chavandozning oti to'g'risida boshlandi. "Valadning oti juda ham chopqirda", dedi To'g'on aka. "Uloqchi bo'lganingga yarasha shundaqangi oting bo'lsa, xuddi bodiraf-rafdek uchadi", dedi mo'ylovi shopdek yigit. Shu vaqt nima uchundir hamma birdan sharaqlab kulib yubordi. Kulgi sababiga tushunmasam-da, men ham ularga qo'shilib kulishdim. "Bodir Afrafmi, Bodir Sarsar?" deb so'radi undan allakim.
Biz akamga Do'mbirovod guzarda uchradik. Akamlar samovarchiga palov damlab qo'yish uchun o'zaro pul yig'ib berishgandan keyin biz yana yo'lga tushdik. Dalaning ko'chasi qishdan boshqa vaqtda suv ko'rmagani uchun 2 gaz keladigan bilq guppon tuproq, 20-30 uloqchi birdaniga yo'l bosib, qaysi otini choptirib, qaysi lo'killatib boradi. Ko'chani to'zon qoplagan, kishini tanimaslik holga kelgan. Men bo'lsam, uyga qaytib borganimda oyimning qarg'ishdan qo'rqib boraman. Talaygina yo'l bosgandan keyin uloq chopiladigan joyga yetdik. O'zi 4 tarafi ko'z ilg'amay turgan darajada katta va sayxon bir yer ekan. Bu joyga juda ko'p xalq yig'ilgan. Bundagi uloqchi otliqlar bilan tomoshachi yayovlarning xat hisobi yo'q. Katta sadaqayrog'ochning tagida 2 bordondek samovarga o'tin qalab qaynatadilar. Undan nariroqda 1-2 kishi 3-4 qop bodringni bir-birisiga tirab qo'yib, "Mirzaqiron bodring, qasr qusur bodring" deb maqtashadilar. Akamlar sadaning ostiga samovarchining palosiga otdan qo'ndilar. Kun quzug'ida turish qiyin bo'lgani uchun men ham toycham bilan sadaqayrog'ochning bir bag'riga borib turdim. Tevarakdagi kishilar bir menga va bir toychamga qaraydilar. Men uyalib toychamning yo'lini tarayman. Tevaragimdagi kishilar orasida vag'ir-vug'ir gap, to'zimsizlanib uloqning boshlanishini kutadilar. Birisi "Bugun uloq qizimaydi" desa, ikkinchisi "Bekor aytibsan, bugun uloq juda ham qiziydi. Chunki Salim bilan Murod chavandozlar kelar emish" deydi. Yana biri "Ha, agar Salim kelsa, uloq juda ham qizir ekan" desa allakim "Salimning oti qozoqi ot, qamchi ko'tarmaydi. Hayt desa bas" deydi. Tag'in birov "Ular 3 kishi edi. 2 yildan beri biri ko'rinmay qoldi. Ana o'shanisiga chavandoz bolasi bas kela olmas edi" desa, yana allakim "O'lma. Men ham shuni ko'pdan beri ko'rmayman. Girdug'imdan kelgan, yerdan bichib olgandek yigit-a? Balli. Otangga rahmat. Xuddi o'sha yigit. Qancha so'roqlasam, hech kimdan daragini bila olmadim." Shu yigitning ustida anchagina janjal bo'lib oldi. Biri "O'lib ketgan" desa, ikkinchisi "Tirik" deb qichqiradi. Ularga yana birisi qarshi turib, "Ot bosgan doktorxonada o'lgan" deydi. So'firoq bir odam "Birovga yomon nafas qilmanglar" degan edi. Allaqaysi kishi "O'lsa o'lgandir, bunga nima janjal" deb qo'ydi. Tag'in birov "Bekor ham o'ltiribmiz-da" deb kuldi. Yana "Sirasi" tag'in shovqin suron yana "Ha" tag'in "Yo'q" bir kishining "Ana, uloq keldi" deb yuborishi bilan hamma tinch bo'lib uloqqa qarab qoldi. Yana birozdan keyin "Ulog'i yosh ekan, yaxshi chavandozga uchurvoq ham bo'lmaydi. Shunisi tuzuk, shunisi" degan janjal boshlagan ham edi. Maydonga 2 chavandozning ot o'ynatib kirishi hammaning tovushini o'chirib qo'ydi va sekin-sekin "Salim chavandoz, Murod chavandoz" degan shivirlashishlar eshitilib qoldi. "Qorasi Salimmi? Cho'tiri?" Salimning bilagi kuchlikka o'xshaydi. Chavandozlarning birisi ko'k chovkar va ikkinchisi ola otga mingan bahaybat chapani yigitlar edilar. Bular kelgandan keyin xalq chidamsizlanib qoldi. Hikoyamiz qahramoni turg'un obrazi orqali barcha bolalarga xos orzumandlik, muvaffaqiyatga erishgan insonlarga havas qilish va ulardek bo'lishga intilish ko'rinadi. Guvoh bo'lganingizdek, yozuvchi ko'pkarida bo'ladigan g'ala-g'ovur, shovqin-suronli holatlarini tabiiy ravishda qalamga olgan. U vaqtlarda bunday o'yinlar juda avj olgan va kun ora qaysi bir boy tarafidan uloq berilgan. Yozuvchi bu asari orqali kimnidir aynan qoralamagan, oqlamagan holatda bu mashg'ulotlar kimningdir vaqtini, kimningdir umrini o'g'irlayotganini bildirib qo'ygan. Yana hikoyaning davomini o'qiymiz. Tomoshachilar orasida yana olag'ovur qopdi. "Ana, uloqning solig'ini yig'ayotibdilar. Uloq hozir boshlanadi. Murod chavandoz ham turdi. Salim qalpog'ini kiydi. Ro'zi qassob uloqni bo'g'izlamoqchi, pichog'ini qayrayapti. Boyvachchalar ham qo'zg'alishdilar. Salim choponni yechmoqchiga o'xshaydi. Hay, barakalla shovozlar!" O'rtoqlarim bilan men ham uloqning tezroq boshlanishini kutmoqdamiz. Chavandozlarning qaysisi to'nni yechmoqda,
ba'zisi otining aylini tortmoqda va qaysi birovlar uloqning solig'ini bermoqda edilar. Akam ham shoh sallasi bilan beqasam to'nni menga berib, o'zi o'rtaga ot o'ynatib ketdi. Uloqchilar birin-sirin o'rtaga g'uj bo'la boshlagan bo'lsalar ham, hanuz uloq o'rtaga kirmagan edi. Hamma tomoshachilar sabrsizlanib, "Shu topgacha tuya bo'g'izlasa ham bo'lar edi, ulog'i yaxlab qoldimi?" deyishadilar. Oradan talay vaqt o'tgandan keyin bo'g'izlangan ulog'ini oldiga o'ngarib, Orif Sarkor va uning orqasidan boyagi mashhur chavandozlar qalpoqni chakkaga qiya qo'yib, egarga qiyshiq o'ltirib o'rtaga kirdilar. Tomoshachilar uloqni ko'rganlari on, "Ha, jonivor, bormisan?" deyishdilar. Oradan allakim, "Uloqning qoni yaxshi yuvildimi?" deb so'ragan edi Orif Sarkor. "Xotirjam", dedi va uloqni shalq etib yerga tashladi. So'ngra xalqqa yaqinroq kelib, "Og'aynilar, bola chaqalarni chetga chiqaringlar. Ot oyoqda qolgulik bo'lmasin. O'zlaring ham ehtiyotroq joyda turinglar. Hayvon bilan bo'lgan ish qiyin", deb aytdi. Orif Sarkor xalqdan fotiha olib, otini yugurtirib to'daga ketdi. Tomoshachilar to'dadagi o'z yaqinlariga, "Bu kun g'ayratlaringni ko'ramiz-da", deb baqirishdilar. Uloq boshlandi. Birisi oladi, ikkinchisi tortadi. Ikkinchisining yoniga uchinchisi va to'rtinchisi qo'shilib, birdan 8 tomonga tortqilashadilar. Oraga chetdagi uloqchilar ham siqilishib kirib, yana uloqni buydalashadilar. Juda qiziq. Har kim uloqni o'z taqimiga bosish harakatida. Lekin uloqning dumidan, oyog'idan, yolidan tortuvchilar juda ham ko'p. To'dadan olib chiqish juda qiyin. Ba'zan uloqni to'dadan olib chiquvchi ham ko'rinib qoladi. Biroq uning ketidan uloqchilar chuqur-chuqdek yopirilishib, 10-15 qadamda tutib oladilar. Yana tortish boshlanadi. Bu yoqdagi tomoshachilar, "Taqimga bos, taqimga! Otning boshini qo'y, choviga qamchini ishg'ab ber. Bo'sh kelma, mahkam tut. Yuganini bo'shat, qamchingni tishlab ol, yoningga alaqsima, yoningga alaqsima. Olding, olding. Berma. Chapga buril, chapga. Tut qo'yma. Voy to'yma go'r, berib yubording-a. O'z qo'lingda sen ham uloqchisan-da. Ha, oting harom qotsin. Otmi eshakmi bu harom o'lguring", deb har xil tovushda baqirishadilar. Uloq yerga tushib ketib qolsa, tomoshabinlardan ba'zisi yugurib borib yerdan uloqni azot ko'tarib oladi. Ukasimi, oshnasimi ish qilib birorta yaqin kishisiga tutqizmoqchi bo'ladi. Lekin boshqa chavandozlar uloqni undan olmoqchi bo'lib, ustiga duv yig'iladilar. U bermaslikka tirishadi. Boshqalar o'rtaga sanjob qilib siqadilar. Bechoranchidan keyin oqsoqlanib yoki qo'lini silab o'rtadan arang chiqib ketadi. Otasi bolasini, akasi ukasini tanimaydi. Chang to'zon, terlangan, pishilgan, har kim uloqni taqimiga bosish qayg'usida. Bosh yorilib, ko'z chiqqan bilan, otdan yiqilib qo'li singan bilan parvoyi falak. Ish qilib uloqni taqimga bosilsa bo'ldi. Taqimga bosish o'zi juda ham nash'alikda. Lekin taqimga bosish har kimga ham muyassar bo'lavermaydi. Taqimga ko'proq bosuvchilar boyagi chavandozlar. Azoblanib o'layozib bo'lsa ham uloqni taqimga bosgach, otga qamchi berib 50-60 odim nariga qochib boradilar-da, yana orqadagilar tarafidan o'ralib olinadilar. Yana tortish. Uloq boshlanganidan biror soat vaqt o'tgan edi. Birdan uloqchilar suv quygandek tinchib, tortish o'rnida to'planishib qoldilar. Biz otliq yayo tomoshabinlar ham hammamiz o'rtaga yugurishdik. Men keyinroq borganim uchun otliq yayo xalq o'rtani sirib olgan edi. Men chekkada qoldim. Har qancha urinsam ham o'rtaga kirishning epi bo'lmaganidan keyin odamlarning og'ziga qarab turdim. Lekin uloqchilar orasidagi hodisa hammaga ham noma'lum edi. Har kimning yuzida taajjub va bir-birisidan "Nima gap?" deb so'rashar edi. Bir necha daqiqadan keyin "Qimirlatmang, qimirlatmang" degan tovush eshitilib, xalq yana taajjubga tushdi. "Nari bo'linglar, ho!" deb o'rtadan birov baqirdi. Xalq bir chetlik bo'lib yo'l ochdi. "Nima gap? Nima gap?" "Hech narsa emas. Esonboyni ot bosibdi." "Qo'rqinchli emasmi?" "Yo'q, sag'al." Kishilar bir-biriga qarab, "Falokat, falokat" deyishdilar. Nari tur beri tur qilib
5-6 kishi otga bosiriq bo'lganini o'rtadan olib chiqdilar. Kishilarning ko'magi ostida keltirib sadaning ostiga yotqizdilar. Darrov bir kishi aravaga yuborildi. Bittasi o'ziga kelarmikan deb o'lgudek bo'lib yotgan Esonboyning yuziga suv sepib ko'rgan edi, qimir etmadi. 5-6 otning tagida qoldi-da bechora. 10 ta otning tagida qolsa ham hech gap emas-ku, biroq qaltisroq joyidan bosganga o'xshaydi. Umri boqiy bo'lsa hech gap emas. Bechora bulturgi hayitda menga 1,5 so'm hayitlik bergan edi. Ilohi yaxshi bo'lsin deb ko'nglimdan o'tkazdim. Arava keldi. Esonboy akani aravaga yotqizdilar. Akam 3-4 o'rtoqlari bilan arava yonida Esonboyni kuzatib shaharga jo'nab ketdi. Sho'r paxta qilsin, kepak qizdirib bossin deb xalq chuvurlashib qoldi. Ular jo'nagandan keyin uloq yana boshlanib ketdi. Men uloq tugaguncha tomosha qilib turdim. Lekin yaxshiki endi hech kimni ot bosmadi. Kecha meni ot qoqqan ekan. O'rnimga kirishim bilan qotib uxlabman. Ertalab oyim tur tezroq. Dadang kelsa naq o'ldiradi deb ustimdan ko'rpamni tortib tashladi. Men uyquli ko'zim bilan dadam bozor ketmadimi deb so'ragan edim. Oyim Esonboyning janozasida deb javob berdi. Mening uyqum o'chdi. Hikoya nihoyasiga yetdi. Biz bittagina ko'pkarida sodir bo'ladigan voqealarni va uning fojiasini o'qidik. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Unutmang, insondagi ma'naviy bo'shliq turli illatlarga sababdir. Ma'no, mohiyat, mazmun, tarbiya kabi tushunchalarni boyitish uchun albatta kitob mutolaasi zarur. Sababi adabiyotda uydirma emas, hayot haqiqati mujassam. Uni his qilish, ongu qalbga olib kirish uchun esa kitobni qo'lga olib, qunt bilan o'qimoq kerak. Zero mutolaadan olinadigan ozuqaning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Eslatib o'tamiz, bugungi eshittirishda o'zbek adabiyoti namoyandasi Abdulla Qodiriyning Uloqda hikoyasi xususida fikrlashdik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Mutolaa zavqi